Salom do'stlar, oxirgi payt Tojikistonda vaziyat yomonlashmoqda. Xususan, Tojikiston Respublikasida afg'on elchisiga hujum uyushtirildi. Jumaga o'tar kechasi minalashtirilgan avtomobil ruli qarshisida bo'lgan terrorchi diplomatlar foydalangan Mazar Atel devoriga kelib urilgan. Tolibon radikal harakati jangarilarining Mozori Sharif shahrida joylashgan nemis idorasi uyushtirgan hujum oqibatida Tojikistondagi afg'on elchisi yaralangan. Ilgari berilgan xabarlarga muvofiq, diplomatik korpusga uyushtirilgan hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lgani va 120 nafarga yaqin kishi jarohat olgani xabar qilingan edi. Ikkinchi kuchli portlash esa bino ichida ro'y bergan. Shundan so'ng bino tashqarisida otishma boshlangan deb xabar qilinmoqda. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida AQSh hukumatı Tojikistonga xalqaro idoralar xavfsizligi bo'yicha ogohlantirish xat bayoni yuborgan bo'lsa-da, joriy davlat rad etib iddao qilgan. Ammo bunday qo'rqinchli holat chegaralar ochiladigan bir paytda mamlakat poytaxtida sodir bo'lgani achchiq haqiqat. Ayni paytda davlat organlari yetarlicha ish bermaganini o'z-o'zidan tasdiqlamoqda. Respublika xavfsizlik xizmatlari chuqur choralar ko'rishadi deb umid qilib, qo'shni davlatga tinchlik tilab qolamiz. Ushbu videom sizga yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va sog' bo'linglar do'stlar. Diplomatlar foydalangan Mazar Atel devoriga kelib urilgan. Tolibon radikal harakati jangarilarining Mozori Sharif shahrida joylashgan nemis idorasi uyushtirgan hujum oqibatida Tojikistondagi afg'on elchisi yaralangan. Ilgari berilgan chegaralar ochiladigan bir paytda mamlakat poytaxtida sodir bo'lgani achchiq haqiqat. Ayni paytda davlat organlari yetarlicha ish bermaganini o'z-o'zidan tasdiqlamoqda. Respublika xavfsizlik xizmatlari chuqur choralar xabarlarga muvofiq, diplomatik korpusga uyushtirilgan hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lgani va 120 nafarga yaqin kishi jarohat olgani xabar qilingan edi. Ikkinchi kuchli portlash esa bino ichida ro'y bergan. Shundan so'ng bino tashqarisida otishma boshlangan deb xabar qilinmoqda. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida AQSh hukumatı Tojikistonga xalqaro idoralar xavfsizligi bo'yicha ogohlantirish xat bayoni yuborgan bo'lsa-da, joriy davlat rad etib iddao qilgan. Ammo bunday qo'rqinchli holat Salom do'stlar, oxirgi payt Tojikistonda vaziyat yomonlashmoqda. Xususan, Tojikiston Respublikasida afg'on elchisiga hujum uyushtirildi. Jumaga o'tar kechasi minalashtirilgan avtomobil ruli qarshisida bo'lgan terrorchi